Do'stlar, baribir inson tabiatning bir qismi. Xohlaymizmi yo'qmi, tabiat bizni o'ziga chorlaydi. Har bitta insonga yuqorida ko'rsatilgan tabiiy go'zalliklar baribir yoqadi. Insonni qandaydir tinchlantiradi. O'zi mana shunday katta dengiz, okeanlarni ko'rganimda Allohning qudratining chegarasi yo'qligini eslayman, o'zimga eslataman. Subhanalloh. Mana sohil juda ham ajoyib. Do'stlar, mana shu go'zalliklar, mana shu dengiz, okeanlar, tog'lar hammasi biz uchun, Alloh taolo o'z bandalari uchun yaratgan. Bu yoqda kорабльlarni ko'rishimiz mumkin, qanday chiroyli ko'rinyapti kechqurun. Bu yoqdagi view boshqa masala. O'zgacha. Do'stlar, shu sekin qaytamiz. O'zi katta suv havzalarini, suv havzasi ham deb bo'lmaydi, tabiiy dengiz, ko'l, okeanlarni juda ham yoqtiraman. Insonni tinchlantiradi. Bu dunyo tashvishlaridan ozroq chalg'ishga yordam beradi. Bu aynan menda shunaqa, menimcha juda ko'pchilikda ham shunaqa. Shuning uchun ham ko'pchilik sohil bo'yida dam olishni yaxshi ko'rsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa do'stlar. Shuning uchun yoshligimdan O'zbekistonda Orol dengizini qurmasligini, yoshligimdan xohlaganman shu narsani. O'zbekistonda ham dengiz bo'lishligini, katta suv havzasi, tabiiy dengiz bo'lishligini juda xohlaganman. Kim biladi, balkim ekologiyamiz yaxshilanib, Orol dengizi yana o'zini eski dengiz holatiga balkim qaytar. Umid qilamiz, Allohdan so'rab. Sizlar, shu bilan videoni yakunlayman. Barchaga sog'lik, omonlik.